obunachilar. Mana hozir Crazy bilan obofmidi. Короче, mashq bola bilan o'ynayapti Crazy. Nomer adinimiz. Men bu yoqqa o'tyapman. Bunga shu qopti bo'ldi. Hali o'tmadimi? Hop. Mana hozir Crazy nomer adin chaqirdik. Bular nimaga chiqdi? Hop. Obotgan mana obodov shu o'yinda короче chaqiramiz shuni. Hop. Mana o'yin ketdi. Crazy bilan o'ynayapti. Bolalar kimga ovoz beramiz? 406 o'ynashyapti. Chap tomonda bizda o'ng tomonda 24'imiz ana короче klanimizda 24 yaxshiroq o'ynaydi. Zo'r o'ynaydi demayman yoki yomon o'ynaydi demayman. Normal o'ynaydi. 30 FPS da o'ynasa ham. O'yinini ko'rgan bo'lsangiz kerak. 24 adashmasam qo'ygandim. Obodovmi? Короче 17 nimadir Obodov yozib qo'ygan ekan. Короче shu bola 406 ni o'ynaganini ko'rgansizlar o'tgan videoda. Xudo xohlasa bundaqa zo'r videolarni ko'paytirishga harakat qilaman. Menga ideya bersanglar shu videoni olishga harakat qilaman. Misol uchun kimdir bilan kontent qiling yoki qizaverayman qanaqalar bo'ladi-yu, shunaqalar qilsanglar harakat qilaman. Shunaqa video chiqarishga. Jinni. Infos o'ynama. Ko'rgan bo'lsangiz Infos o'ynadi. Shunda ham baribir yutqizib qo'ydi. Adashib o'yini hozir pizda chiqdi lekin. Maloch. Chaqdi, yana bir bor chaqdi. Birani yarim bo'lib qoldi lekin o'zida. Mana Info yo'q bo'ladi. 0 info. Mana qaranglar, xipirlar. Info bilan o'ynashni o'rgatsa bo'lmaydimi shu bolalarga? Shu TDMga sirpanishsiz o'ynashga o'rgatishdi-yu, Info bilan o'ynashga o'rgatishmabdi-da. Yaxshi. Jinni nima kulakka o'tib ketadi? Voy bilan. Dalishma o'tirish kerak edi. Qaqqa kulak berib, to'ringga qarab otib turibdi o'zi. Bitta o'q. Bitta o'q. Bitta o'q. Yaxshi. Birani yarim bo'lib qoldi. U sentralnidan chiqdi. 2-3 shot. Yaxshi, to'ru 2-4 shot. O'yin tugashiga 8 minut qoldi. Hop, orqadan chiqdi, orqada. Bilay, Infos o'ynashini qaranglar, bilay. Bu to'g'rida deb o'tiribdi. Bezif o'ynashini. Hozir chiqqanda ham zapis yo'q o'tirgan holatda aniq qilamiz. O'yin tugash bilan zapis o'chirib qo'ymagan bu safar. Info bilan o'ynashga o'rgataman shekilli shu bolaga oxiri. Yaxshi. Adashgan aytaman, bunaqa bolalar bilan Info o'ynamagan bolalar bilan siz ham Infos o'ynang, siz ham g'irromchilikka o'tiring deyman. Yaxshi. Adashayotganga hayron bo'lmanglar. Uni ham otdi Bobur, meni ham otdi Bobur. Shunga adashdimman. 7-3 qilib qo'ydi. Birov mendan ham yaxshi ketyapti deb o'ylayman, adash. Mana Infos yonidan chiqib kelgan. Qarang. Qanaqa g'irromchilik bilay. Zaynab. Bezinfo o'ynashini qaranglar, bolalar. Birov men bilan o'ynaganda ham Infos o'ynagandi. Yaxshi, kamida 2 yoki 3 ta hit tegdi. Juda tez o'lib qoldi. Menimcha 3 ta tegdi, chunki 3 martaga bo'linib joni yo'q qoldi. Mana Infos sotish. Yaxshi. Biz Infos o'ynasak, bular mana qanday negativ bolalar, короче, kutib chidamay qoladi.
ular negativ, короче, info ustida o'ynasa, biz info bilan o'ynashimiz kerakmish. Nihoya qayerdan chiqqan zakon bular? Yaxshi. Zapis olish esdan chiqib qopti. Bittasi negativ, короче, yozgan ekan menga IDsini qoldirib. U bola bilan o'ynadik. Bez info o'ynayapti. Shunga men hozir info o'ynaganlardan jahlim chiqibdi. Info o'ynaganlardan. Atak yomon o'ynamayapti. Men Obodov ham taniyman bu bolani. 2-3 marta o'ynagandik. Просто druzadan tasham, druzada yo'q qolibdi to'g'rirog'i. Qachon o'chirib o'rganman yoki u o'chirib o'rgangan tushunmadim, lekin o'yin tugashiga 5,5 minut qolibdi bolalar. 6-4, voy. 6-10 shotimiz. Yaxshi. Maloj. Yaxshi. 5 ta shotga ustunlik qoldi Crazy. Bolalar, bizning o'zimizning UC servisimiz bor. Pastda silkasini qoldiramiz. Silkadan o'tib bemalol UC xarid qilsangiz bo'ladi. Arzon, tezkor, ishonchli. Agar UC tushmasa, bemalol o'zimizga aniq qilsangiz bo'ladi. Meni gaplashsangiz bo'ladi. Kanalimda o'zimning telefon nomerim bor. Telefon qilasizlar. UC tushmadi deb problema qilsanglar, men akkauntingizga kirib tekshirib ko'raman, lekin agar rostdan ham tushmagan bo'lsa, yana aniq adminga aytamiz. Admin boshqatdan UC tashib beradi, lekin juda tezkor ishlayapmiz hozirchalik. Nimaga boya akkauntingizga kirib tekshiraman dedim. Bir xil mashinliklar bor. Aldab turib ham UC tushmadi deb aniq qilishyapti. Shunga akkauntingizga kirib tekshiraman, keyin boshqatdan tashlatamiz dedim. Tushmagan bo'lsa. Yaxshi, yotib olib ham urib qo'yibdi. 2 kada ketyapti shunda ham. O'yin tugashiga 3 minut qoldi. Yaxshi, Obodov. Obodov aka. To'g'ri to'kin ekan mana. O malo churdi baburda. Himale. Ana infos o'ynash. Bobur ham jahli chiqdi. Infos o'ynayapti endi mana. Bemalol 2 kada. Ya info bilan o'ynayotgan ekan ozgina. Telefon qo'totdim deyman, nima qilishyapti ular. O malach urdi. Bolalar Telegram kanalimga o'tsanglar, yakshanba kuni, ya'ni 13-chisloda TDM turnirimiz bor. Bemalol kirib o'ynasanglar bo'ladi. Vaqti, soati nima bo'lsa ham yozilgan o'sha yerga, nima kerak bo'lsa. UC'li lobbiyimiz bor. Telegram kanalimizga o'tsanglar, soat nechida, necha UC tikilgan, nima bo'ladi, hammasini o'rgatib ko'rib olasizlar. Yaxshi. 2 kada debman. 2 ta shotdan keyin 2 kada bo'ladi. Yaxshi. Jon yarim ham ketmadi. Bitta shotdan keyin 2 kada bo'ladi bolalar.
Bu bolaga aniq info bilan o'ynashni o'rgatish kerak shekilli. Yaxshi, 2kda o'yin tugashiga 1 minut qoldi. Adash gazvi уже bo'ldi. 3kdagi harakat 10 ta kill qilib bilmayman. Albatta hazil 1 minut ichida 10 ta kill menimcha nerealniy. O'yin sopernik ham yaxshi o'ynayapti hozirchalik. Sal ozgina qotib deyman. Mana buni qaranglar, infosi chiqishini, infosiz Zayna bu otobot chiqib ketdi-da, bu infosi chiqib riskga o'ldirib qo'yish. Aniq bularga anaqa olib berish kerak. Ko'rayotgan bo'lsanglar, Crazy yaxshi o'ynaydi, lekin telefoni sal noto'g'ri. Bu bola agar iPad yoki qanaqadir yaxshiroq telefonda o'ynasa, balki yutib ketarli bu o'yinni. Lekin men o'yinini ko'rganman. Yaxshi. Yotib olib 2kda ketdi. 12 soniyada bitta kill. To'liq 2kda bo'ladi. Mana buni qaranglar, info sizga. Ma'lumot bo'ldi, to'liq 2kda. Bo'ldi, 4 sekundda hech kimdan shot olamasa kerak. Bo'ldi. Bolalar, o'yinni ko'rganingiz uchun rahmat. Unaqa kontentlarni ko'paytiramiz. Like, podpiska bosib qo'yinglar shu o'yin uchun. Crazy nomer 1 klan deb yozib qo'ysanglar bo'ldi. Bizga motivatsiya bo'ladi, bolalar. Go.